Assalomu alaykum, hurmatli shahar mahallasi tadbirkorlari. Agrobank tomonidan tadbirkorlar bilan doimiy uchrashuvlar o'tkazib kelinmoqda 3 tadbir vositasidan. Bu uchrashuv o'tkazib kelishdan asosiy maqsad tadbirkorlarning muammo va takliflarini doimiy o'rganib borish, ularning muammo va takliflarini ijobiy hal qilish orqali doimiy ish o'rinlarini yaratib borishdan iborat. Bankimiz tomonidan tadbirkorlik subyektlariga bir nechta bank xizmatlari taklif qilinib, xizmat ko'rsatib kelmoqda. Jumladan kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash to'g'risidagi Prezidentimiz Usmonbek Nizomov qaroriga asosan tadbirkorlik kichik o'rta biznes tadbirkorlik subyektlariga 84 oy muddatga 36 oy imtiyozlar bilan 20% pullik stavka bilan tuman toifasidan kelib chiqib 20% stavka bilan kreditlar ajratilib kelmoqda. Bundan tashqari bizga kiritilgan mahallalarda mahalla loyihasi doirasida jismoniy shaxslarga o'z biznesini boshlash uchun biznesga ko'maklashish maqsadida 50 milliongacha mahalla loyihasi doirasida kreditlar ajratilib kelinmoqda. Buni ham foiz 25%, yillik muddati 5 yil muddatga ajratilib kelmoqda. Bundan tashqari bankimizga kiritilgan mahallalarda tadbirkorlarning